Qur'on o'qib savobini o'likka atashning hukmi. Imom Navaviy rahimahulloh mundaq degan: Vafot bo'lib ketgan kishiga Qur'on o'qib savobini atash masalasida Shafiy mazhabidagi mashhur qarash bundaq qilishning savobi o'likka yetib bormaydi degan qarashdir. Sharh Muslim 1-jild 90-bet. Imom Navaviy fatvolar to'plamida mundaq kelgan: Savol: Vafot bo'lib ketgan kishiga atab sadiqa qilsa, duo qilsa yoki Qur'on tilovat qilsa, buning savobi vafot bo'luvchiga yetamdi? Javob: Mayit uchun qilingan duoning savobi va sadiqaning savobi mayitga yetadi. Mushundaqligida islom ulamolarining ijmo'i mavjud. Lekin islom ulamolari Qur'on tilovat qilib savobini o'likka atsa, buning savobining o'likka yetish yetmasligida ixtiloflashgan. Imom Ahmad va Shafiy mazhabidagi ba'zi olimlar Qur'on o'qib o'likka atsa, buning savobi o'likka yetadi degan. Imom Shafiy va boshqa ko'pchilik olim Qur'on o'qib o'likka atsa, savobi o'likka yetib bormaydi degan. Imom Navaviy fatvolari 83-bet. Imom Shafiyning va bu jihatda u zotga o'xshash hukmni yoqlag'uchi olimlarning Qur'on tilovat qilib savobini boshqalarga atashqa bo'lmaydi deyishdiki dalillardan biri buni oyatdir. Oxiratda insonga o'z qilgan amalning jazo yoki mukofotidan boshqasi yo'qdir. Sura Najm 39-oyat. Shundoqla buni hadisdir. Odam bolasi vafot bo'lsa, uning mono 3 amaldan boshqa amallarning savobi to'xtaydi. Sadiqa jariya, foydali ilm yoki uningga duo qildigan solih farzand. Mana mushu 3 ishning savobi o'likka yetib bordi. Sahihul Muslim 1631-nomerli hadis. Imom Ibn Kasir rahimahulloh mundaq degan: Imom Shafiy rahimahulloh va uning akishadigan zotlar oxiratda insonga o'z qilgan amalning jazo yoki mukofotidan boshqasi yo'qdir degan oyatdan Qur'on o'qib uning savobini o'lgan kishiga hadiya qilsa, bu savobning o'lik yetib bormaydi deb hukm olgan. Chunki u tilovat o'lgan kishining amali emas. Bu sabablik Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ummatiga buni, ya'ni Qur'on o'qib buning savobini o'lgan kishiga hadiya qilishni aytgan emas, tashviq qilgan emas. Har qanday bir dalil orqali yoki ishorat orqali kishilarni bundoq qilishga boshlamagan, moyilmi qilmagan. Shuningdek sahobalardanmi Qur'on o'qib savobini o'lgan kishiga hadiya qilgan hech kim yo'q. Agar Qur'on o'qib savobini o'likka atash yaxshi amal bo'lgan bo'lsa, cho'qim uni ilgirki salaf solihin qilgan bo'ladi. Allohga yaqinlashtiruvchi amallar, ya'ni ibodat deb qaralgan amallar faqat uning ibodat hisoblanadiganligiga oid dalilga tayangan bo'lishi kerak. Har xil qiyos va tasavvurlar bilan ibodat paydo qilishga bo'lmaydi. Ammo duo va sadiqa kelsak, bularning savobining o'lgan kishiga yetib bordiganligi jihatda salafning ijmo'i bor. Shundaqla buning to'g'riligiga shar'iy dalil bor. Ibn Kasir tafsiri 6-jild 582-bet. Müminlarning ansi Ummu Abdullah Aisha radhiyallohu anha hadis so'zlab mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Kim bizning bu dinimizda uningda bo'lmagan bir ishni o'tirg'i chiqarsa, u ish rad qilinadi. Buxoriy 2697-nomerlik, Muslim 1718-nomerlik hadis. Muslimning rivoyatida mundaq kelgan: Kimki dinimizda bo'lmagan amalni qilsa, u amal rad qilinadi. Bu hadisga binoan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yoki sahobalar bir musulmon vafot bo'lib ketsa, uning uchun Qur'on o'qib savobini vafot bo'lg'uchiga atmagan. O'lgan kishiga o'qilgan Qur'onning savobini atash Rasulullohmu qilmagan, buyurmagan, sahobalarmu qilmagan ish bo'lganlikdan bundoq qilish rad qilinadi. Dinda qabul qilinmaydi. Alloma Solih Fawzon bu jihatda mundaq fatvo bergan: Qur'on o'qib savobini vafot topgan kishiga atashning shar'iy dalili yo'q.
Bundaq qilishning islom shariatida o'rni yo'q. Buning savobi vafot topquchiga yetib bormaydi. Lekin haj, duo, sadiqa qatorliq ibodatlarning savobi vafot topquchiga yetib bordi. Chunki mushundaqligida shar'iy dalillar mavjud. Qur'on tilovat qilish badanning amli bo'lib, Qur'on tilovat qilishning savobi uni tilovat qilgan kishiga bo'ldi. Qur'on o'qib savobini boshqasiga atash to'g'risida shar'iy dalil mavjud emas. İmam Muhammad Salih ibn Usaymin rahimahullah bu vaqt so'ralgan savolga fatvo berib mundaq degan. Bu jihatda ulamolar orasida ixtilof bor. Sheyx yuqorida bayon qilingan oyat va hadisni naql qildi. Lekin Qur'on o'qib savobini vafot topquchiga atashdanmi yaxshi bir ish bor. U bo'lsa-mu vafot topquchi uchun duo qilishdir. O'likka mag'firat tilab duo qilishning yaxshiligida yuqorida aytilgandek ochiq dalil mavjud. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ummatiga ko'yinish, ko'ngil bo'lish va ularga foydali ishlarni o'rgatishda intayin yuqori chekda tirishchanlik ko'rsatgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot topquchi uchun, ya'ni gunohining mag'firat qilinishi, jannatda darajasining yuqori bo'lishi, do'zaxdan qutqizilishi uchun duo qilishning muhimligini ummatiga ta'lim bergan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kishilarning ichida Allohning shariatini hammadan yaxshi bilguchi zotdir. Agar Qur'on o'qib savobini vafot topquchiga atashda vafot topquchi uchun savob bo'ladigan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buni cho'qim ummatiga ko'rsatma qilgan bo'ladi. Imom Ibn Baz rahimahulloh mundaq degan: Vafot topquchi kishiga savobi bo'lsin deb Qur'on o'qish, namoz o'qish qatorliqlarning shariatda o'rni yo'q. O'rni bor bo'lg'ini uning uchun duo qilish, haj qilish va sadiqa qilishdir. Ibodat degan Alloh va Rasul belgilab bergani bo'yicha qilinadi. Uning sirtiga chiqilmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim bu din ishida biz qilmagan ishni qilsa, uning qilgan ishi rad qilindi degan. Mayli Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, mayli sahobalar Qur'on o'qib, uning savobini vafot topquchiga atgan emas. Sheyxning yuqorqi fatvosidan keyin riyosatchi sheyxdan bu savolni qo'shimcha so'rdi. Hurmatli sheyx, vafot topgan kishiga yetib boradigan eng afzal amal qaysi? İmam İbn Baz rahimahullah vafot topquchiga yetib boradigan eng afzal amal duo va sadiqa. Mujtahid Tori tarjim qilib tarqatdi.